Biz bugungi Bosan programmamizga Şinjan Qizlar Kasbiy Tarbiyalash Maktabining o'qituvchisi Turdi To'xti muallimni alohida taklif qildik. Yaxshimisiz muallim? Yaxshi. Siz bugungi Bosan programmamizda kan ko'rarman do'stlarimizga qaysi taomning etilish usulini so'zlab o'tmoqchi? Xon eshi degan. Xon eshi? Bu nurg'un kishilarimiz to'liq yoqtirib yeydigan tamoq-ku. Undaqda bu taomni etish uchun qanday xurishlar ketadi? Piyoz, chamg'u, tuxum, no'qut, sabzi, pomidor, yumg'oq sut degandek material. Mush qatorliq materiallar ketadigan go'shtmi ketadi u? Go'sht ketadi. Undaqda etishni boshlab ketamiz muallim. Boshlab ketaylik. Oldi bilan suv quyib, qozonga suv quyib olganmiz. Bu qozondagi suvni nimaga ishlatamiz? Sho'rp chiqaramiz. Sho'rp chiqaramiz. Undaqda go'sht chilashqidek suv quysak bo'ldi ekan-da. Bo'ldi. Go'shtni silib, go'shtni solamiz. Go'shtdan suv qo'yaylik. Bunun sho'rpisini chiqarib olamiz. Sho'rpisini qaynatib, ko'pigini elib etib, ko'pigini elib qo'ygandan keyin sho'rpisini chiqarib tayyorlab olamiz. Mana go'shtni qozonga sevib oldik. Buning sho'rpisi chiqishcha biz nima ish qilsak bo'lar? Mana chambonni to'g'rab sevasak bo'ldi, ichkida o'tirib ichki poch qilib. Mushaq butun sevib. Butun sevib pishib bo'lgandan keyin o'shaq to'g'irsak bo'ldi buni. Chamg'urni sevib. Chambonni sevali. Sabzidan sevasak ham bo'ldi. Mushaq butun sevibmizmi? Butun sevib, el pishib bo'lgandan keyin olsak ham bo'ldi. Sho'rp bilan biz tamlik pishdi. İççik sığışı İççik sığıp sho'rp bilan pishsa, ham quvvatli bo'ldi. Ammo u piyozni cho'ng qilib ham ikkita olib qo'ysak, piyozdan ta'm chiqadi. Buni o'zi ishlatmasak, ta'mni ishlatsak ham bo'ldi. Piyozni deb qo'ysak, piyozni soldik. Bo'ldi. Endi yumg'oq sutni to'g'rab tayyorlab oldi. Yumg'oq sutni to'g'rab tayyorlab oldik. Endi sho'rpa qaynab yarim soat atrofida qaynaydi. Sho'rp qaynab tayyor bo'lguncha ximirini yeyib tayyorlab olaylik. Bu sho'rpini yarim soat atrofida qaynataylik. Undaqda ximirini tayyorlab olaylik. Unni to'kib. Unni to'kib qoldik. O'tni ko'lmancha kechib. Tuz selib, miqdorda. Tutqulardan tuz soldik. Tuz solamiz. Tuz deb bo'lgandan keyin bir tal tuxum chaqamiz. Texmi quvvatli bo'lganda buni. Tuxum chaqib. Ishlatib, anan degan suv qo'yamiz. Suv qo'ydik. So'q suv. Ani xamirni etini chin qilib, qattiqroq qilib yug'urib tayyorlab olamiz. Tuxumni boshda solgandan keyin tuxumni aralashtirib o'tmaylik, tupsiga suv qo'yib. Suv qo'yib, aralashtirib yug'uramiz uni. Unda qilsak bo'ldi ekan. Bo'laverdi. Undaqda xamirning bo'shchanligi chin bo'ldi. Chin bo'ldi. Qattiqroq uyg'urning xamirdek bo'ldi. Uyg'urning xamirdek. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Buni 5 minut tindirib qo'yaylik. 5 minut atrofida tindirib ekanmiz. Tindirib qo'yaylik. Oy, no'qitdan ishki qilib qopdi-ku mali? Mani bir kun avval sug'chilab tayyorlag'ini. Mani sug'chilsaq mushundaq bo'ldi degan sug'chilamag'ini. Bir kun burun tayyorlag'ini. Menga bir kun burun tayyorlag'ini. Sug'chilab. Sug'chilab tayyorlab. Unaqa bo'lsa bir kun burun chilib olganmizda suva. Bir kun burun. Mushbet qozon solsak pishaverdi. Bo'lmaydi, pishmaydi. Mendaq ta'mi ko'rdingizmi, ufshaq degan cho'ng bir kun burun sug'chilamsak yumshamaydi bu. Muhabbetini qilsak pishmaydi. Qattiq qolib qolgan-da. Qattiq qoldi, pishmaydi. Unda bo'lsa bir kun burun sug'chilib olganmiz. Xamirimizni 5 minut atrofida sindirib oldik. Endi olsak bo'lamdi? Bo'ldi. Elib, yeyib tayyorlab olaylik bu xamirni. Yayimiz. Yeyib, biz yeyib bo'lgandan keyin buni 15 minut atrofida quritamiz. 15 minut atrofida quritamiz. Quritib, xamir qurgandan keyin uyg'ur kesimiz buni. Uyg'ur kesib bo'lgandan keyin cho'ngliqni bug'doydek kesimiz. Bug'doychilik cho'ngliqda. Bug'doychilik cho'ngliqda. Yeyib olaylik. Xamir qattiq bo'lgandan keyin yeyish taskanda. Testarak yeymiz. Tindirib yeysak bo'ldi. O'ng'ay.
To'ylarda bundoq yeyish usulni qilmaydi. Shunaqa qilmadi. Ha. Hozir ilk mashin. Mashinlar bor. Shuningda qismi o'xshash chiqadimi yoki Bo'lmaydi. o'xshamaydi? Mashinda qilsangiz ta'mi qo'l yoygandek yaxshi chiqmaydi. Qo'lda qilsangiz, mashinda qilsangiz u sovuq ash tumirning araligi chiqadigan bo'lgandan keyin u muz so'qib ketib, u ta'mini o'zgartirib ta'mini o'zgartirib ketadi. Qo'l tutilgan tomoq ekanda bu. Ha, qo'l tutadi. Agar biz ziyoda qattiq bo'lib kelsa, araliqda bir necha minut turib yetib qilsak bo'ladimi? Bo'ldi. Bir minut turg'izib, tindirib yesak bo'ldi. Chuqur ximir qattiq bo'lishi kerak. Qattiq bo'lmasa, sho'rpaga tushganda somlash bo'ladi, bir-birisiga chaplashib oladi. Chaplashib oldi. Ha, o'mashda ko'p qoldi. Lekin qurg'on bakmilib etsak ham bo'lmaydi. Qurg'on bakmilib etsak, suyini quyildirib qo'ydi. Şu azazın qurg'onni pat-pat chechib tursa bo'ladi kerak. Pat-pat chechib, bek chechib o'tmay. Hozir nurg'un yoshlarimiz shunda ximir yeyishni bilmaydi-ku deyman ma'lum. Bilmaydi. Shunda ximirni yoygan chaqda biz diqqat qilishga tegishli nuqtalarni deb aytamsiz. Bo'ldi. Ximir yayganda no'g'ishning ichki uchi inchga o'tirib tom bo'ldi-ku. O'tirisini bek basmay, ikki tarafini bekarak bosamiz. Ikki tarafni bekarak bosamiz. bosamiz. Bekarak bossak, o'tirisi nepiz bo'lib ketmaydi. Ikki taraf nepizlab bo'lsa, o'tirisi o'zligidan takshi yeyildi. Takshi yeyildi. O'tirisi bo'lmasa bek besitib qolsa, o'tirisini teshib. O'tirisi teshib ketadi, ha. Xemirning qilinligi qanday bo'ldi? Nepizarak bo'lish kerak. Nepizarak bo'lish kerak. Unda bo'lsa, hali yoytganimizda buni. Bo'p qoldi endi. Ha, bo'p qoldi. Ya buni 15 minut atrofda quritib qo'yamiz endi. 15 minut atrofda quritib. Qalin nepizligi shunday bo'lsa bo'ldi. Qalin nepizligi qarasini takshi buni. Hamma takshi bo'ldi. Bak nepiz bo'lib kelsin bo'lmaydi ekan, bak qilin bo'lib kelsin bo'lmaydi. Ha, qilin bo'lib kelsin bo'lmaydi. Normal bo'lsa bo'ldi. Bak nepiz bo'lib kelsa, yalmonchi kirgan chaqda bakalg'i yezilib quyildirib chiqib oldi. Hamda buni uyg'urning qimirda uyg'ur qilib to'g'rab olib, anandikin ushaq bug'doydek qilib, bug'doydek qilib to'g'rab tayyorlaymiz. Bug'doydek to'g'rab oldik. Bug'doydek to'g'rab atrofida quritib olamiz. Qili to'g'rash qasam bo'ldi. Qasam bo'ldi. Unda bo'lsa 15 minut atrofida quritib olaylik. 15 minut qurib bo'lguncha sabzi, chamg'u narsalarni to'g'rab tayyorlab olaylik, go'sht narsalarni. Ana ichiga solganni. Chamg'u sabzi narsalarni to'g'rab uni tayyorlab olaylik. Ha, ma'qul. Sabzlarni suzib evilib, sabzlar pishdi, butun pishirib tayyorlab olsak, baland bo'ladi. Butun sep cho'r bilan pishirib olsak, ta'mlik pishidi. Tam ichi-ichiga solib. Tam ichi singib ta'mlik pishidi. Chamg'uni suzib olamiz. Suzib elib oldik. Ammo piyozni ta'min chiqarib oldik sho'rpaga. Suzib evasak bo'ldi. Endi go'shtni suzib oldik. Birdan sovutib, so'ygandan keyin to'g'rab tayyorlab olamiz. Go'shtlarni, bu sabz chamg'urlarni birdan sovugandan keyin ancha to'g'rayotganmiz, ha? Go'shtlarning cho'ng kichikligini qanday to'g'raymiz? Qo'noqda qilib to'g'rasak bo'ldi. Xanishini cho'piga moslashtirib to'g'rayotganmiz. Cho'piga moslashtirib to'g'raymiz. Go'shtni to'g'rab, dan chiqib to'g'rab tayyorlab bo'lgandan keyin sabzi, qizil sabzlarni o'xshashlar dan chiqib to'g'rab tayyorlab olamiz.
to'g'ri bo'lgan saylarimizni limush xamir bilan Tang solamiz. Undaqda bu qaynab bo'lganlar yana izlib ketmamdi yumshoq. Sep azaqlan bo'ldi, pishib bo'lgandan keyin. Buni sep uzoq qaynatmaymiz. Çöpün seplam, emiz seplam çöp 2 minut qaynatib pishidi. Ani yesak bo'ldi. Çamgoni. Çamgoni to'g'rab tayyorlab oldik. Bunun içe ketilgan xurishlarni biz oldin ala qozonni qaynatib olgandan keyin yumshoq pishirgan shuni bilan asal sinishlik bo'ldi ekanda. Shung buni o'sin qanday ishganda? Qanday ish shunga bu tamoq cho'nglag'imi, ballarimi, kesel og'riqlarimi shunday mos keldi. Ham sinishlik, hazm bo'lish oshqisanda tez hazm bo'ldi. Hazm bo'lish osonda. Endi navbatda xamirni tayyor qilamiz. Xamirni danchiq kesib tayyorlab olamiz. Başta bunu qat-qat bilan şekilli qilib oldik. Bilan şekilli qat-qat chiqarib olib. Başta bunu inchik qalamchiq to'g'rab tayyorlab olamiz. To'g'rigan chaqda qo'limiz bilan xamirni bak besetmasligimiz kerak edi. Besetmaymiz. İnchga qalam chiqarib to'g'rab oldik. Endi buni uşaqdan chiqilib bug'doydek to'g'raymiz endi. Bek kichik bo'ldi ekanda bu. Aralıq çoğunç ketkenleri bolsa, başqası qo'shib to'g'rab kichiklatmasak. Kichiklatmaymiz. Cho'ng kichiklikka ta'sir etadigan buni, ha? To'g'rab bo'g'inimizni chopish qolmaslik uchun pat-pat bunday qilib qo'ymizmi yoki? Yeytib qo'ysak bo'ldi. Yeytib qo'ysak-da. Danchiq to'g'rab bo'ldik. Cho'qim xamir ching bo'lmasa mana danchi chiqmaydi. Danchi chiqmaydi ekan-a. Nimish bunoq elashtirib tursiz? Ma chaplish qolganlar bo'lsa ajraydi, qurg'ulari ullab past tushib ketadi endi.
Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi tomoqni estak bo'ldi. Sho'rpamizni qaynab tayyor bo'ldi. Sho'rpamiz qaynab tayyor bo'ldi. Endi avval buning tuz ta'min etib olib. Avval tuz ta'min etib olsa. Avval tuz ta'min etib olib. Bo'pti. Tuz ta'min etib oldik. Tuz ta'min etib olgandan keyin buniga avamda go'shtni solamiz. Boshda go'shtni soldik. Go'shtni solib. Go'shtni solib bo'lgandan keyin chamg'urni solamiz. Chamg'urni solib oldik. Chamg'urni solib bo'lgandan keyin savizni solamiz. Savizni solib bo'ldik. Savizni solib bo'lgandan keyin no'qutni solamiz. No'qutni bir kun burunchilab qo'ygan. Ha, no'qutni bir kun burunchilab qo'ygan. Bu qaynag'icha endi. Bu qaynag'icha pomidorning 3dan 1 qismini bir ta pomidorniki ushoq danch qilib buni to'g'rab tayyorlab olamiz. Ushoq to'g'rayotgan. Ha, ushoq to'g'rab. To'g'rab tayyorlab oldik. Bir qaynab olgandan keyin solamiz. Cho'pni solamiz. Suyimiz qaynab qoldi. Suyimiz qaynab qoldi. Endi buningga ushoq danch qilib to'g'rab tayyorlab olgan cho'pni selishdan burun pomidorni sevib olamiz. Pomidorni sevilib, bir elishtirib. Endi danch qilib to'g'rab olgan cho'pimizni solamiz. Yildirib solamiz. Ha, yildirib, chejildirib solamiz. Sep bo'ldik. Sep bo'lgandan keyin buni elishtirib, chig tutib olmaslik uchun elishtirib turamiz. Elishtirib turamizmi pishqicha? Pishqicha elishtirib tursak yaxshi bo'ladi. To'xtni birdan yeb qo'yamiz. To'xtni birdan yeb qo'yib. Taxminan qancha vaqt atrofida qaynasak bo'ldi? 3 minut atrofida. 3 minut atrofida. To'g'ni ochaylar qayndi. 3 minut to'shib qoldi. Endi o'tni bo'shaytib, bo'shroq o't qaynatamiz. Bo'shroq o'tda. Buningga endi oqmushdan kichikdan oqmush solamiz. Oqmush. Mana. Oqmushdan kichikdan oqmush solamiz. Oqmush soldik. Onun da burun tuz sep bo'lgan-a? Tuz sep bo'lgan. Buni suv olaylik, qachon? Suv olaylik, qachon. Buning ichida go'sht, sho'rpa, no'qut, sabzi qatorliq bir qancha quvvatli moddalar bor ekan-a? Chamg'ur. Chamg'urmi bor? Nihoyat quvvatli tomoq bo'libdi bu. Suv oldik. Suv oldik. Ham buni ustiga kichikna qarmoz sepib beramiz. Qarmoz. Buning ustiga yumg'oq suv sepib bersak ham bo'ldi. Bitni sepib bersak ham bo'ldi. Chilon. Texmiranglik chiqdi-ya? Bo'ldi. Aziz ko'ruvchilar, mana o'zimiz eng yoqtirib yeydigan xonishimni tayyor bo'lib qoldi. Men qo'shiqni elib tayyor bo'ldim. Bir tetib boqay-ya. O'xshagan modam oldim. O'xshadi.
Haqiqatan o'xshabdi ma'lum. Undan Rahmat. sırt buning ichida sho'rpisi bo'lgandan keyin, buni sho'rpisi bilan tang olgandan keyin cho'nglar, yoshlar, kichiklar hammalarning yeyishiga toza bop keladigan yaxshi yemeklik bo'pti. Chiqim oilanglarda itib sinab beqing.